Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yaqinda Vengriyada saylov bo'lib o'tdi va mana shu saylovning Ukraina-Rossiya urushiga ta'siri yoki O'zbekistonga qanday ta'siri bo'lishi mumkin? Mana shu bo'yicha suhbat qilish uchun Kanadadan ekspertimiz Obidxonni taklif qilganman. Assalomu alaykum, Obidxon, yaxshimisiz? Alaykum assalom Ziyodulla. Kanadada ob-havo qanday? Ob-havo mana hozir 1 soat bo'ldi. Bir sutkalik qorbo'ron boshlandi. Hozir mana tashqariga chiqib kelsam, уже boshlanib yotibdi hozir. Ertaga soat 1ga peshindan keyingacha davom etar ekan. Hozir mana peshindan keyin bo'lsa, 1 sutka ekanda, 1 sutkalik qorbo'ron tashqarida. Bu Ha. Kanada, nima deymiz? Bahor qachon kirib keladi? Bahor kirib kelgan. Ha. Ha, Bahor kirib yaxshi. kelgan, bahor kirib kelganu, lekin ob-havoni o'zgarishi kunlar issiq edi. Endi bu yog'iga bugun shunaqa qorbo'ron bo'lar ekan. Как раз mashinalarni ham qishki shinalarini almashtirib qo'yuvdik. Hmm. Endi bilmadim, ertaga yurmaymiz shekilli endi. Ha. Endi ob-havo shunaqa o'zgaraveradi. Endi Obidxon, mana yaqinda Vengriyada saylov bo'lib o'tdi. 16 yil boshqarib kelgan o'sha Viktor Orban bu saylovda yutqazdi va uning o'rniga o'sha muxolifat partiyasi TISA partiyasining rahbari, ya'ni boshlig'i Peter Madyar yutib chiqdi, ya'ni 53.6% yig'di va nimada 138 ta o'rinni egalladi. Shu bo'yicha endi bir suhbat qilsak. Bilasizki, mana shu kampaniya davrida Madyar asosan korrupsiyaga qarshi kurash, iqtisodiy muammolar va yomonlashgan tibbiyot bo'yicha kampaniyasini olib borgan bo'lsa, Viktor Orban asosan o'sha tashqi siyosat va mana bu Ukrainadagi urushga tortilib ketmaslik bo'yicha, shuna qo'rquv yo'nalishi bo'yicha kampaniyalarni olib bordi. Shu birinchi savol, bu yerda odamlarning uyg'onishiga nima sabab bo'ladi? Bu tashqi tahdidmi yoki ichki og'riq? Siz nima deb o'ylaysiz? Endi odamlarni uyg'onishi, mana keling, Orbanni avvalgi saylovdagi birinchi bo'lib Orban bilan va Madyarga to'xtab o'taylik. Peter Madyar bilan Viktor Orbanga to'xtab o'taylik. Viktor Orban o'zi kim? Viktor Orban siyosatga mana shu ruslar Russian Go Home shiori ostida 90-yillarda shu paytda siyosatga kirib kelgan va shuni orqasidan mana shu ruslarni chiqib ketishini talab qilib o'zini bu juda ham reytingini ko'tarib kelgan va bir muddat 37 yoshida premyer ministr bo'ldi va 2002-yilda yutqazdi va undan keyin yana qaytib keldi premyer ministrlikka. Endi Viktor Orbanni diktator ham deb aytishadi. Endi keling, diktatorlarni solishtirib ko'raylik. Shundoqqina Vengriyani yonidagi Belorussiya prezidentiga solishtirib ko'raylik. Bu avvalgi saylovga qaytadigan bo'lsak, avvalgi bundan 4 yil oldingi saylovini ko'rib chiqib 2021-yildagi saylovini ko'radigan bo'lsak, o'shanda Viktor Orbanga qarshi oppozitsiya yutib chiqa olmadi. Bu 126 o'rinni egalladi. Bu juda ham katta. Bu parlamentdagi katta o'rinlarni, misol uchun bu oppozitsiyani kuchsizlantirilgan parlamentga ega bo'ldi, chunki u konstitutsiyani o'zgartirishga hamma huquqlarni va prezidentni saylashga hamma huquqlarni o'zini qo'lida oldi. Mana shu paytda Yevropa ittifoqi tomonidan har bir saylov uchastkasiga kuzatuvchilar qo'yildi va saylov uchastkasida ana o'shanda oxirgi bu emas, bundan oxirgi saylov to'g'risida gapiryapman. Ana o'shanda Yevropa ittifoqi ham saylovlarni saylov ovozlarini qalbakilashtirilmaganini, Viktor Orban toza yutib chiqqanini ta'kidladi, ammo shu yerda Yevropa ittifoqi aytib o'tdiki, Viktor Orbanga qarshi turgan yetarli kuchga ega bo'lmagan oppozitsiyani yutib chiqdi dedi. Chunki oppozitsiya kuchli bo'lmagani uchun yutib chiqdi deb, lekin buni to'liq demokratik deb tan oldi.
Bu diktatorlarga xos ish emas. Va mana bu saylovda esa, mana kuni kecha bo'lib o'tgan, yakshanba kuni bo'lib o'tgan saylovda esa Viktor Orbanni mutlaq 138 o'rinni egallash bilan mana shu Peter Madyar yutib chiqdi. Peter Madyar o'zi kim? Peter Madyar bu Orbanni savdoshi bo'lgan o'zi aslida. Orbanni savdoshi bo'lib, Orbanni birinchi marta premyer ministr bo'lib kelganda bu juda ham yosh. Buni otasi, Peter Madyarni otasi Vengriyani bir muddat prezidenti ham bo'lgan. Bu ko'chadan kelgan odam emas, bu Vengriyani sobiq prezidentining o'g'li va Orbanni savdoshi bo'lgan va Orban bilan bular qarama-qarshiliklar, bularni yo'nalishi to'g'ri kelmagani uchun oxirgi bundan oldingi saylovdan keyin bular mutlaqo ajradi va bu Peter Madyar o'zini harakatini tashkil toptirdi va bu harakati bilan bu Orbanni yutib chiqa olmasligi ma'lum bo'lgan va shuning uchun ham bitta kichkinagina partiyani bor yo'g'i 350 a'zosi bo'lgan partiyani olib, ana o'sha bilan har bir saylov uchastkasini avvalgi saylov 4 yil mobaynida butun Vengriyani saylov uchastkalarini saylovchilari bilan aylanib chiqdi. Endi Viktor Orban diktatormi? Buniki aytishlari bo'yicha. Agardaki bu diktator bo'lganda Peter buni qo'lida prokuratura, buni qo'lida kuchli tizimlari, buni qo'lida konstitutsion nimalar bor, konstitutsion butun vlast qo'lida, prezident buni qo'lida, qurolli kuchlar buni qo'lida, Yevropa ittifoqiga bu kira oladi. Chunki bu Madyar Yevropa ittifoqiga bora olmaydi, chunki bu hukumat a'zosi yoki hech qanday siyosatchi emas. Bu faqatgina o'zini opozitsiyasini tashkil qilayotgan. Agardaki bu diktator bo'lganda Peter Madyarni majaqlab, agar Lukashenko bilan solishtiradigan bo'lsa, bu Peter Madyarni majaqlab tashlash kerak edi, lekin bu unday ish qilmadi. Bu demokratiyadan chekinmadi. Ammo suhbatimiz davomida aytaman, bu nima uchun bu bugun buni g'alabasini butun 82% Vengriyani aholisi tarixiy 82% qatnashish, Yevropa ittifoqida emas, butun dunyoda 82% insonlar o'zlari kelib ovoz berishi, bu tarixiy, butun dunyo uchun bu saboq bo'lishi kerak. Ba'zi bir davlatlarda 90% keldi deydi, lekin bu bo'lmagan gap. Misol uchun Qozog'iston, o'zimizning O'zbekistonda ham va boshqa joylarda 90-95% gacha saylovchilar qatnashdi deyshadi, lekin bu bo'lmagan gap. Men juda ham ko'p saylovlar, juda ham ko'p emas, ayrim referendum saylovlarda ko'rdim, lekin bunday 82% aholini borishi bu juda ham qiyin. Mana shuning uchun ham biz Orbanni hech qachon diktatorlar safiga qo'sha olmaymiz. Diktator agardaki o'zini qo'shnisi Lukashenko bilan avvalgi uy bekasiga yutqizgan Lukashenko bilan solishtiradigan bo'lsa, Orban demokratiyadan chekingan emas mutlaqo. Endi bu qisqa qilib bu ikki siyosatchi to'g'risida gapirib o'tdim. Yaxshi, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu xalq saylovga 82% dan yuqori xalqning mana shu saylovga qatnashishiga nima sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Butun dunyoda shunday narsa borki, bir insonni muallaq uzoq turib qolishi bu xavfli deb tushuniladi. Demokratik davlatlarda xavfli deb tushuniladi. Mana misol uchun Kanadada ham premyer ministr boshqaradi va general gubernator, endi bu shu xuddi Vengriyanikiga o'xshagan prezident. Misol uchun premyer ministr o'zi parlamentga tavsiya qiladi va parlament buni ovoz berib saylab beradi. Chunki premyer ministr o'zi saylangan odam o'tiradi, Kanadaning general gubernatori bo'lib, bu qirolli o'sha vakili bo'lib, lekin qirolli vakili deb aytiladi, lekin uni premyer ministr saylaydi. Xuddi shu narsa u yoqda ham bor. Endi
2 martadan oshiq o'tirdimi, bu yerda insonda boshqa tomonga ketib qoladi. O'ziga hech kimni mensimaslik boshlanib qoladi. Va Orbanni bugunga kelib buni eng mana shu Vengriya xalqini 82% tarixiy, dunyo tarixiga kirgizsa bo'ladi. 82% saylovchilarni saylov uchastkasiga kelishi mana shuni to'xtatish edi. Birinchidan bir insonni diktaturaga qarab olib ketishi, avtoritarizmga qarab olib ketishi, demokratiyadan chekinishi va Yevropa ittifoqidan uzoqlashishini oldini olish uchun hamma keldi. Nima uchun bunday bo'ldi? Chunki oxirgi paytlarda Orbanni Rossiya bilan yaqinlashishi, avtoritar tizimlar bilan va undan tashqari yana men hali buni to'liq tushuntirib beraman. Amerikani bugungi eng past dunyodagi eng obro'siz rahbariyati bilan yaqinlashib borishi bu Vengriya xalqini saylov uchastkalariga olib keldi va Orbanni siyosatdan mutlaq ketishiga olib keldi. Nima uchun mutlaq ketdi? Orbanni partiyasi, Orban a'zosi bo'lgan partiya albatta saylovlarda qatnashaveradi. Lekin Orbanni o'zi endi bundan buyon hech qachon mamlakatni boshqaruvga kelmaydi. Bu bugun Vengriya xalqini urnalarga kelishini birinchi sababi shu edi. Obidxon, mana Orban mana shu bir necha yillar davomida bunday kuzatib keladigan bo'lsak, muntazam ravishda mana Ukrainaga ko'rsatilishi kerak bo'lgan yordam paketlari yoki Rossiyaga kiritilishi kerak bo'lgan sanksiyalarga ba'zida to'sqinlik qilib keldi. Va mana shu joyda yana bitta narsani hisobga olish kerak. Bir tomondan Vengriya Rossiyaga bog'liqlik tarafi bor, ya'ni qaramlik tarafi bor. Neft, gaz yoki mana bu yadroviy energiyaga bo'lgan tarafdan Rossiyaga qaramlik tarafi bor. Nima deb o'ylaysiz? Mana hukumatga yangi kelgan o'sha Madyar orqasidan yoki mana shu Vengriya endi mana shu Rossiyaga qaramlik taraflardan chiqa oladimi yoki shu yo'nalishda davom ettirib boradimi? Madyar aytdiki, birinchidan Rossiya energetika qaramligidan birinchidan chiqishni boshlaymiz, lekin hoziroq bu Rossiya energiyasidan biz voz kechmaymiz. Bozor uslubida buni davom ettiraveramiz dedi. Orban nima uchun Rossiya energiyasini? Bu eng katta Yevropadagi chayqovchi edi. Chunki Rossiyadan neftni olib, undan mahsulotlarni ishlab chiqazib, Yevropa ittifoqi ichida hammaga tarqatib borardi. Bu Yevropa ittifoqini ichidagi baland narxlarda tarqatib borardi. Va hali bular ochiladiki, mana shu tarqatgan narxlarning bir qismini Rossiya bilan bo'lashib kelgan degan gaplar bor. Albatta. Endi Madyar aytayaptiki, biz bozor bo'yicha ishlaymiz. Rossiyadan energiya resurslarini sotib olamiz. Biz bozor iqtisodiyoti bo'yicha ishlaymiz. Endi meni yaxshi ko'rgani uchun falon beryapti, meni yaxshi ko'rmasa ertaga to'xtatib qo'yadi degan gaplar ham albatta bo'ladi. Putin menga qo'ng'iroq qilsa, albatta men qo'ng'iroqni olaman. Lekin meni birinchi aytadigan gapim shu bo'ladiki, Ukrainadagi urushni to'xtating degan birinchi shundan boshlayman suhbatni dedi. Endi Orbanga keladigan bo'lsak, endi Orban bu yerda nima uchun bu mana o'zingiz bilasiz, markaziy chunki bu vengerlar, majorlar o'zi kelib chiqishi turk. O'zi turklar, bular o'sha Akila o'sha mana shu bizni diyorlardan borib o'sha Yevropada joylashib qolgan turklar o'zi. Shuning uchun ham turkiy xalqlar bilan va Qirg'izistonda bo'ladigan ko'chmanchilar va uloq o'yinlariga kelib har doim qatnashib yurar edi va biz turk xalqini bir qismimiz va turk millatlar tashkilotida bu kuzatuvchi sifatida, doimiy kuzatuvchi sifatida agardaki keyinchalik a'zosi bo'lishga ham tayyor bo'lgan edi. Shuning uchun aytamanki,
bugungi Rossiyani energiyasidan bular hozir birdaniga voz kechadigan bo'lsa, bugungi saylangan hukumatni ham qandaydir xalq bilan qandaydir mojarolari kelib chiqadi. Shuning uchun hozir bular birdaniga bundan voz kechmaydi va Rossiyaga ham bu kerak emas. Chunki birdaniga voz kechadigan bo'lsa, bu Yevropa ittifoqiga borayotgan barcha energiya resurslari va ulardan keladigan mablag'lardan mahrum bo'ladi. O'zingiz juda ham yaxshi bilasizki, Yevropa ittifoqi juda ham katta miqdorda energiya resurslarini iste'mol qiladi. Bu yerda nafaqat bu benzin yoki qandaydir moy mahsulotlari, bu energiya deganda bu yerda gaz bor va mana shu neftdan ishlab chiqarilgan bir necha xildagi kimyoviy mahsulotlar bor va kimyoviy o'g'itlar bor va undan tashqari mana bu uran kabi boyitilgan yoki boyitilmagan uran mahsulotlari yoki mana shu atom energiya stansiyalari ishlatilgan mana shu uran tabletka stерженlari, bularni juda ko'pini xom ashyosi, agar o'zini sotib olmagan taqdirda ham xom ashyosini Rossiyadan oladi. Hozirgacha ham mana shu Fransiya, Germaniya davlatlari atom energetikasiga hech qanaqa embargo joriy etgan emas. Hattoki Amerika ham atom energetika Rosatom bilan aloqalariga hech qanday sanksiya kiritgan emas. Shunday. Rahmat, Obidxon, mana moliyaviy tahlilchi bor, Holger Schmiding degan, uning ta'kidlashicha, Yevropa ittifoqi tarafidan Ukrainaga ko'proq yordam berilsa, bu Putinga, ya'ni Rossiyaga bu katta iqtisodiy ham zarba bo'lishi mumkin va hozirgi iqtisodiy og'ir ahvolda olib borayotgan urushiga katta ta'sir qilishi mumkin deb ta'kidlab o'tyapti-da bu moliyaviy tahlilchi. Va mana shu fikrga qanday qaraysiz? Mana hozir saylovda yutib chiqqan mana yangi hukumat Madyar bu yo'nalishda nima deb o'ylaysiz? Ukrainaga yordam beradimi? Yoki albatta Ukrainaga ajratilayotgan 13 milliard dollarni roziligini hali premyer ministr bo'lmasdan turib roziligini berib yubordi. Bu birinchidan. Chunki buni Orban buni bloklab kelayotgan edi. Bu pul muzlatilgan holda turuvdi Orbanning roziligisiz. Mana endi bu pul albatta Ukrainaga beriladi. Endi Ukrainani bugun Rossiyaga qarshi turishi barcha davlatlar uchun yutuq va biz uchun ham. Biz Qozog'iston, Ozarbayjon, Boltiqbo'yi, Moldaviya uchun bu juda katta yutuq aslida. Shuning uchun agardaki bugun Ukrainaga yordam bermas ekanmiz, ertaga xuddi shu narsa yumshoq ko'rinishda yoki qattiq ko'rinishda albatta bu Rossiyaning atrofidagi davlatlarga, Polsha va NATOga a'zo bo'ladimi, bo'lmaydimi, buni nimasi yo'q. Rossiya o'zini gibrid o'yinlari bilan mana shu davlatlarga albatta o'zini ta'sirini o'tkazadi. Bu Ukraina bilan yumaloyasi qilib olishi bilan, yutishi bilan yoki Ukrainani kapitulyatsiyasini olishi bilan bu undan keyin mana shu davlatlarga tashiydi. Markaziy Osiyo davlatlariga tashashi bu 100%. 100%. Buni bir necha marta siz bilan suhbatlashganmiz va buni bir necha dalillari bor. Buni hech qachon bu bir qandaydir bir yashirin gapirishimizga hojat yo'q. Boltiqbo'yi davlatlari hozir hammalari kutib o'tiribdiki, agardaki mana shu Yevropadagi bitta Yevropa ittifoqini oyog'iga, chunki Yevropa ittifoqini konstitutsiyasida yozilganki, kimgadir qandaydir xarajatlar bo'yicha yordam beriladigan bo'lsa, Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlarni hammasi roziligini bildirish kerak. Agardaki shu rozilik bildirilmasa, bu narsa amalga oshirilmaydi degan joyi bor. Chunki buni shuning uchun ham Yevropa ittifoqi Ukrainaga yordamni bermasa, birinchi navbatda
Bundan Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lgan davlatlar va NATO a'zo davlatlari zarar ko'radi. Shuning uchun albatta bugungi premyer ministri уже gapirgan gaplari ham bor va hech qachon Ukrainaga yordam berish borasida bu to'siq qo'ymaydi va o'zlari ham yordam berib boradi. Rahmat, Obidxon, endi bir qiziq savol tug'iladi shu yerdan. Mana Orban o'zining ishlarini boshlagan payti, saylovlarda yutib boshlagan payti mana ruslarga qarshi chiqib kelib, oxirida Rossiyaga qarab tobe bo'lib, ularga ko'proq yonbosadigan bo'lib ketdi. Ertaga Madiyar ham mana shu yo'nalishda ketmaydimi? Nima deb o'ylaysiz? Men o'ylaymanki, bu narsa sodir bo'lmaydi. Bundan juda ham katta saboq chiqarishdi. Chunki bu yerda mana shu Vengriyada korrupsion holatlar juda ham ko'paygan. Korrupsion holatlarni juda ham ko'paygan ma'lumotlar mavjud. Chunki Yevropa Ittifoqi tomonidan ajratilgan juda ham katta mablag'lar Orban va Orbanni yaqinlari tomonidan o'zlashtirilgan holatlar mavjud. Kuni kecha ma'lumot chiqdiki, bularni hammasini tergov qilishni Vengriyani o'zi emas, Yevropa prokuraturasiga topshirishni maqsad qilib qo'yishdi. Buni tergov qilish, mana shu korrupsion holatlar, Yevropa Ittifoqi mablag'larini Orban va Orban atrofidagi insonlar o'zlashtirganni tergovini endi Yevropa prokuraturasi shug'ullanadi. Lekin bu uslub menga yoqdi, Obidxon. Chunki xolis ravishda tekshiruv olib boradi, juda yaxshi tekshiruv bo'ladi bu yerda. Endi shu narsaga qo'l urgan inson hech qachon Orbanning yo'liga qaytmaydi. Boshida sizga aytib o'tdim, bu Orbanni bilan birga boshlagan o'zini siyosatga kirishini. Orbanning komandasida bo'lgan. Lekin bularni fikrlari bir yoqadan chiqmagani uchun bu Orbandan ajrab chiqdi. 4 yil mobaynida bu kechasi kunduz, bilasizmi, bu qancha katta mablag' jalb qildi bunga. Har bir saylovchi bilan har bir saylov uchastkasiga borib, mana men saylovlarda qatnashaman bu yerda, har bir saylovchi bilan saylov uchastkalarida qanaqa mashaqqat bu, bilasizmi? Har bir inson 100 ta insonda 100 xil fikr. Ana shu 100 xil fikrni bir joyga yo'naltirish kerak, bilasizmi? Bu juda ham katta psixolog bo'lish kerak buning uchun. Haqiqatan ham. Obidxon, mana shu siyosiy voqealarda, dunyoda bo'layotgan voqealarni kuzatib kelyapman. Ayniqsa Rossiyani ham kuzatib boryapman. Bilasizki, Rossiyada juda katta propaganda ishlari olib borildi va olib boriladi. Bizning davlatimizga ham, O'zbekistonga ham o'zlarining ba'zi propagandalarini tashlab turgan Solovyov yoki boshqalarni ham ba'zida kuzatib turaman. Hozir mana shu saylovda Peter Madyarning yutib chiqishining orqasida mana shu Solovyov yoki boshqa propagandani olib boradiganlar yoki Mariya Zakharova ham ancha xafa bo'lganda açıqlanganday bo'lib gapirishyapti-da. Nima deb o'ylaysiz? Bu Rossiya siyosatiga, uning psixologiyasiga katta ta'sir qildimi bu saylov? Albatta. Bu Rossiya o'zi ketma-ket yutqizib, Rossiya urush boshlaganda hamma narsani yutqizib bo'lgandi. Keling, mana sanab ko'ramiz. Siriyani yutqizdimi? Yutqizdi. Armanistonni qo'l ostidan chiqib ketdimi? Chiqib ketdi. Ozarbayjon, o'zingiz bilasiz, Rossiyani bir tiyin olmaydigan bo'ldi. Hozir Qozog'iston bilan O'zbekiston turibdi xolos. Tojikistonni gapirmaymiz, Turkmanistonni gapirmaymiz. Bunga to'xtashning ham hojati yo'q. Bu hammaga ma'lum. Endi bu yoqda hozir bitta uni yot desa yot, tur desa turadigan kim qoldi? Lukashenko qoldi. Lukashenkasi qoldi. Boshqa hech kim qolmadi atrofida. Boshqa hech kim qolmadi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bu Tramp orqali, lekin Tramp o'zingiz yaxshi bilasiz. Haftaning 7 kuni juma uning uchun. Haftaning 7 kuni. Shuning uchun bugun unday deydi, ertaga bunday deydi, undan keyin yana fikrini o'zgartiradi.
O'zbekiston bo'lsa mana shu joyda o'zini yo'lini topib, mana shu injiq Tramp bilan ham yo'l topishib yuribdi. Endi bu yerda nima uchun ularga alam qilmaydi? Yevropa ittifoqidagi kuchli bir Yevropa ittifoqida ovozga ega bo'lgan, ma'lum vaqt Yevropani boshqardi. Bir yil Yevropa ittifoqiga raislik ham qildi Orban. Bilsangiz, u Yevropa ittifoqida har bir davlatlar bir yildan raislik qilib boradi, raislik ham qildi. Mana shunday davlatni yutqizish albatta bu juda ham ularga katta alam qiladi. Buning uchun o'zlari aybdor. O'zlarini militaristik mana shu bugungi Ukrainaga boshlagan urushlari uchun bular o'zlari buning uchun tovon to'lashyapti. Qaraydigan bo'lsak, bularni kim qoldi? Kuba yoki Venesuela. Kuba hozir nafas olishga havosi yo'q. Mayli uni energiyasini aytmaydigan bo'lsak. Venesuela bo'ldi, bulardan chiqib ketdi. Kim qoldi? Hech kim qolmadi. Braziliya yoki anu BRICS degani bor edi. BRICSda kim qoldi? Hech kim qolmadi. Eronmi? Eron ham o'sha aytdi buni, chunki buni anu C300, C400, C500 degan havo tizimlari Amerika bilan Isroil bombardimon qilganda bularni bittasi ishlamadi. Buning uchun ham Eron ham o'zini alamlari ichida. Hozircha Eron aytayotgani yo'q. Qaraydigan bo'lsak, kim qoldi? Shimoliy Koreyami? Shimoliy Koreya. Xitoyni aytadigan bo'lsak, Xitoyni asosiy xaridori kim? Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Shimoliy Amerika davlatlari, Janubiy Amerika davlatlari, Yevropa ittifoqi. Rossiya nimani oladi? Moskva bilan Sankt-Peterburg yo Yekaterinburgmi? Yashaydigan odamlar bilan narx mahsulotini sotib yuqori. Hozir Xitoy Shirpatrev Naskiy bilan savdo qilmayapti. Hozir Xitoy yuqori texnologiya bilan savdo qilyapti. Xitoyning chiqazgan mahsulotlari mana bizga BYD kirib kelgan. BYDni bu Amerikaga, mana shu biz Kanadaga olib kelgan BYDni O'zbekistondagi BYD bilan solishtira olmaysiz. Buni ichidagi futurelarni ko'rsangiz, bu O'zbekistandagidan-chi 10 barobar zo'r BYDlar. Buni oldiga Tesla'ni olib kelib qo'ysangiz, Tesla qurvaqaga o'xshaydi. Mana biz ko'rib keldik-da. Ko'rsangiz, bu BYDni ko'rsangiz, mana hozir prodajaga chiqishdan mana bittasini olmoqchiman. Faqat off-road, mana to'rga to'r tortadigani bo'lsa, o'sha SUV deydi, SUVsi bo'lsa olmoqchiman. Lekin men misol uchun buni chiqargan mahsulotni, mana yuqori texnologiyada chiqazgan elektrik gibrid mashinasini ko'rdim. Bu Tesla buni oldida damini olsin. Endi mana shu mahsulotlarni xaridori kim? Botqoq yo'llari bilan Rossiyami? Yo'q. Qancha aholisi, qancha to'lashga qurbi yetadigan aholisi bor? Million? 5 million? 10 million? 20 million? Bu yoqda Amerika Qo'shma Shtatlarida 340 million. Janubiy Amerikada qancha million? Argentina, Meksika davlatlarida qancha million? Kanadada 42 million aholisi bo'lsa, shundan 20 millioni to'lashga Xitoyning yuqori texnologiyalarini sotib olishga. Avstraliya, Yangi Zelandiyadagilar Xitoyning yuqori texnologiyalarini sotib olishga qurbi yetadigan davlatlar. Mana shu o'rinda Xitoy hozir hammasidan voz kechib, Rossiyani orqasini o'padimi yoki unga yon bosadimi? Bosmaydi. Xitoy o'zini sharqona usulida otang yaxshi, onang yaxshi qilib o'zini ishini bajarib yuraveradi. Shunday. Endi Rossiya o'zining propaganda ishlari bilan juda ko'p noto'g'ri ishlarni amalga oshirib yubordi. Hozirgi kunda iqtisodiy ahvoli juda ham og'ir. Hatto internetlar yaxshi ishlamayapti. O'zlari chiqargan messenjeri bor-ku, ana Maxmida. Uni ham qanaqa ishlash to'g'risida juda ko'p videolar qilishyapti, noto'g'ri ishlayotganligi. Va unga do'stona bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlariga ham o'zlaricha propaganda qilib, bizda hujumlar qilib turishadi. Unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz deb. Bu bilan o'zlarini oyog'iga o'zlari bolta uryapti. Endi bu yerda hurmatli yurtdoshlar, bizlar o'zimizning xolisona shaxsiy fikrlarimizni berib boryapmiz. Biron bir davlatning tarafini olayotganimiz yo'q.
shunchaki dunyoda bo'layotgan voqealar bo'yicha Obidxon bilan suhbat qilyapmiz. Obidxon, endi mana shu saylovlar natijasi, u yerdagi o'zgarishlar Markaziy Osiyoga yoki O'zbekistonga qanday ta'sir qilishi mumkin? Bu bo'yicha nima deysiz? Bilasiz, O'zbekiston prezidenti oxirgi paytlarda 2 marta Vengriyaga tashrif buyurdi. Vengriyaga tashrif buyurib, juda ham katta shartnomalar qilingan. Mehnat muhojirligi bo'yicha va boshqa sohalarda O'zbekiston mahsulotlarini Yevropa Ittifoqiga kirishida albatta bu Vengriya o'zini lobbiyligini va'da bergan. Viktor Orban ham kunda kunora Ostonada, Toshkentda va Ozarbayjonda, Qirg'izistonda bo'lib turgan edi. Shuning uchun bugungi saylovlar O'zbekistonga negativ rol o'ynamaydi. Bu xalq, bular hamma, mana Yevropa Ittifoqi bilan O'zbekistonning aloqalari juda ham yaxshi. Juda ham yaxshimi? Shuning uchun bugungi Orbanning qilib ketgan shartnomalari yoki bo'lmasam kelishuvlari bu orqaga yurmaydi. Birinchidan, dunyo siyosatida hech qachon kelishuvlar orqaga yurmaydi. Kim buni bu hukumat nomidan emas, xalq nomidan, davlat nomidan qilingan. Davlat o'zgarib qolmadi. Vengriyaligicha qoldi. Yoki misol uchun vengerlar bugun rumen bo'lib qolmadi yoki anglichan bo'lib qolgani yo'q, o'sha davlat joyida qoldi. Buni vaqtinchalik 4 yilga vakolat berilgan rahbari o'zgardi xolos. Lekin bugungi o'zgarish O'zbekistonga Orban paytidan ham ko'ra yana ham yaxshiroq natija beradi. Bunga men imonim komil. Sababi Yevropa Ittifoqidagi barcha davlatlar bilan O'zbekistonning aloqasi zo'r. O'zbekistonning mana shu yerda keng vektorli siyosat olib borayotganligi bu O'zbekiston uchun juda ham muhim, juda ham kerakli deb o'ylaymiz va mana shu yo'lda to'g'ri ketyapti va buni geosiyosatda albatta kuzatib boryapmiz. Obidxon, yana o'zingizning aytadigan fikrlaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin. Menda boshqa savollar yo'q. Asosiy savollarimga javoblarda bo'ldim, Obidxon. Birinchidan, dunyoda Amerika qo'llab-quvvatlagan nomzodni yutqazishi tarixda birinchi marta bo'ldi. Shunga men bir misol keltirib beraman. Justin Trudeau birinchi srokini tugatganidan keyin yana saylovga kirdi. Justin Trudeau'ni reytingi Plintusdan sal baland, 2 Plintus atrofida edi. Uni populyarligi. Mana shunda Amerikaning sobiq prezidenti Barack Obama Kanadaga kelib Justin Trudeau'ni qo'llab-quvvatladi va yarim soatlik speech qildi. Bu Justin Trudeau minority hukumat bilan 5 yil boshqardi. Yana bir shans beriladi. 30% ga yetmagan populyarizm bilan Justin Trudeau yutib chiqdi. Chunki birinchidan Amerikaning barcha prezidentlarini hurmat qilgan, hozirgi Trampdan tashqari, va Amerika qo'llab-quvvatlagan nomzodlar, partiyalar doimo Kanadada yutib chiqqan. Va nafaqat Kanada, hattoki dunyoning qaysi joyida Amerika qo'llab-quvvatlagan nomzodlar yutib chiqqan. Bugun vitse-prezidentini yubormasdan, hattoki umumiy media orqali qo'llab-quvvatlab, Twitterda yoki bir intervyular orqali qo'llab-quvvatlagan nomzodlar butun dunyoda yutib chiqqan. Hindiston bo'ladimi, Pokiston bo'ladimi, qayerda bo'lsa ham yutib chiqqan. Bugun Amerikaning vitse-prezidenti shaxsan borib qo'llab-quvvatlagan nomzod oyog'i osmondan bo'lib ketdi. Bu birinchidan Amerika hukumatining, Amerika prezidentlarining obro'si ham tushib ketdi bu bilan. Birinchidan Amerikani hukumatini o'zini dunyoda obro'si yo'qligi ko'rinib qoldi. Mana shuning uchun ham mana shular kelib, agardaki J.D. Vance kelmaganida ham qandaydir balans minority hukumat bilan ham bo'lsa oppozitsiya yutib chiqishi mumkin edi. Lekin bugun 138 o'rin
138 konstitutsion большинство deydi ruscha qilib aytganda. Hmm. Yutib chiqdi. Mutlaq hukumatni egallashiga bu mana shu Amerikani Orbanni qo'llab-quvvatlashi sabab bo'ldi. Shuning uchun ham aytamanki, bugungi Vengriya nima uchun butun dunyoda ingliz, fransuz, nemis va biz o'zbek matbuoti hamma joyda Vengriyani saylovi, kichkinagina davlat o'zi bundoq qarasangiz Yevropada. Hmm. Unaqangicha populyarni davlat emas. Lekin shuni butun dunyo gapiryapti. Sababiki Amerika birinchi qo'llab-quvvatlagan davlat juda ham katta rezonans bilan yutqizgani. Shuning uchun Amerikani bugungi rahbariyatini butun dunyoda obro'si past ekanligi, mana shu oxirgi bo'layotgan jarayonlarda, hattoki o'zini xalqini ichida o'zingiz o'ylab ko'ring, millionlab, men точно bilmayman, bir 20 millionga undan ortiq aholi bu tarixda bo'lganmi? Ko'chaga chiqqan o'zini hukumatiga qarshi Amerikada hech qachon bo'lgan emas. Maksimum 1 million, 2 million odam chiqqan. O'nlab, 20 millionlab odam ko'chaga chiqmagan. Bu ham bo'lsa, Amerika hukumatini bugungi olib borayotgan siyosatini, dunyo bo'yicha olib borayotgan siyosatini, qo'shnilari bilan olib borayotgan siyosatlarini noto'g'ri ekanligi. Kanadaliklar Amerikaliklarni juda ham yaxshi ko'radi. To'g'risi. Chunki bularni dini, millati, urf-odati, ovqatlari hammasi bir xil. Yashayotgan uylari ham, ko'chalari ham, minib yurgan mashinalari ham bir xil. Ammo oxirgi mana shu prezident saylovidan keyin juda ham kanadaliklarni Amerika hukumatiga nisbatan nafratlari ko'payib ketdi. Lekin Amerika xalqini kirib keladigan bo'lsa, doim qo'l berib so'rashga tayyor. Obidxon, o'zingizdan bergan xolsana fikrlaringiz uchun katta rahmat. O'ylaymanki, xalqimiz ham mana shu saylov natijalari bo'yicha kuzatuvlarni davom ettirayotgan bo'lsa kerak va mana shu suhbatimiz ham agarda yoqqan bo'lsa, hamyurtlarimizdan ham kanalimizga a'zo bo'lishini va bitta layk bosib o'zlarining kerakli savollari yoki izohlarini qoldirishini so'rab qolamiz. Obidxon, sizga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizdan shaxsiy fikrlaringizni bildirganingiz uchun katta rahmat. Shu bilan bugungi ko'rsatuvni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.